Asal oğlum şekerim. Beni endi erkalatmıyorsunmu? Siz kattaki to'pni oldingiz endi bo'ldi. Shu sassag'iga chiqib qolpanda. Bu meni o'nchog'im deymaydi. Ana endi beshikka yotamiz o'g'lim. Jonajon o'g'lingizga boshqa beshik bering. Bu meni beshigim. Siz kimsiz? O'g'rimi? Uyingdagi eng qimmat narsani olib chiq. Men shu kami deb menga qarashmayapti-ya. Yo'q, qani? Bu qimmat bo'lsa kerak. Bu nima qilganingiz o'g'lim? Axir ukangiz bu. Shukrlar. Ukangiz qani? Ukangiz qani beraxim? Daxil menda-da, sen men daxili. Bundan ko'ra o'tiring, mazza qilib ovqatlanib ketamiz. Ko'nglim sezyapti, ukangiz mashitda o'g'lim. Yo'q. Qani bo'lmasa? Hozir Slavoliya dedi. Asaka tortosh yo'lida yangi zamon oshxonasiga keldim. Qovun kabob yedim. Shashlik yedim. Ukamisi. Ay yuragim. Skori chaqiringlar. Mana ukam-da, boshqa bola ajratma. Skori musha. Olivia salatini siz yedingizmi? Yo'q, yemadim. Dada, xolodilnikka solib qo'ydim, eslab ko'ring. Yo'q, men yemabman o'g'lim. Bu uyda ikkovimizdan boshqa kim bor? Achib qolgan salatni kim yeydi? Qo'nim. Chiqinglar. Kim osti buyaga qulibdi? Menman. Ikkovimizdan boshqa kim bor yana uyda? Bering kalitni, hozir teshib chiqadi. Boring qo'shninikiga kiring, kalt yo'qolib qolgan. T'écoutes la plaque, Paris sans adéquat. Dada, qaydasan? Mashitda yaptishni yo'q ekanda. Dada, Ha! she'riyat kechasi qilaylik, odam zerikib ketdi-yu. A dada? Ha, bo'pti bolalarim. O'zim boshlab beraman. Paxtani tersammikin yoki termasammikin? Paxtani ter deysa kasal bo'lsammikin? Yig'layapsizmi, dada? Dada, menda zo'ri bor. Olma oqib keladi. Bexi oqib keladi. Dada paxta terganda bunga oqib keladi. Menda dahshati bor. Paxtalar chaman o'rtasiga tushaman. Ferment tog'am kelguncha ko'tamartib qochaman. T'écoutes la plaque, Paris sans adéquat. Eshigini tayda itda haydashdi. Nega meni o'limga qiz bermaydigan? Buni nima farqi bor? 95larga qiz berishmaydigan qadidi. Una deme o'lim. Ona so'tmaganidan topamiz. Dada sopgani ham bo'laradi, dada, qiz yo'q. 95larda ko'rsada tikoni yo'q. Qalbi haliyam tirik. Hamma balo menda. Ertaroq uylanganimda siz ham ertaroq tug'ilarmidingiz? Sizni kecha uylanishingiz menga nima aloqasi bor? Bizni ham 30 ga kirganda uylantirganda ig'vo qilarmidi? Oho! Dadalarda rahim shafqat vobshe tugabdi. Joni jahonim hammadan sovg'alar sizga. Voy o'g'lim, mengami? Dadangizdan ko'rmaganni sizdan ko'raman ekanda, o'g'lim. Ko'zingizni olay turmang, chanaqdan chiqib ketadi ya. Senlar men bilan olishmoqsana. Yuring o'g'lim, ikkalamiz birga choy ichamiz. Dadamchi, Dadangiz choy ichmay qo'yaveradi. Xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor. O'g'lim, bo'ling, kimlarni olib chiqing. agar men kiyimlarim top-toza yuvmay qo'yaylik. Meni kiyimlarim yuvib qo'ying, ertaga ishga kiraman.
kun kiyib turavering, bolaniki hozir zarur. Kiyim top-toza ekan. Xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Quruq bo'lsa ham tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bugun tug'ilgan kuningizmi dada? Ertaroq aytmaysizmi? Pulim tugab qolibdi. Bo'ldi, bugundan o'zim uchun yashayman. Xuddi biz uchun yashab qo'ygandek. Bittanga ham kerak emas ekan mana. Endi o'zim tabriklayman. Qayda oldingiz ayizga olgan sovg'alarni? Ashaka dunyoga yetmasdan, Sharxonstayga ro'parasda. Liliya gullar do'koni oldim dada. Davrani kengroq oling, asakaliga o'ynasin. Ayo, xuddi sizga o'xshaydigan sovg'a. Ha, to'g'ri, meniki o'xshaydi ekan. Boringchi, ko'ringchi meniki joyidami ekan. Yo'q ekan. Shuncha baxtliman-e. Menga bu ham kam. T'écoutes la plaque Paris sans adéquat. Nimcha asalsiz o'g'lim. Qalbi kemtik bo'ladi ham dishmaydi. O'g'lim, ukasi pampersni olib keling, to'lib pop chekiling. O'zingiz oling, meni vaqtim yo'q. Kim bo'lsa menga ish bera oladi. Asal o'g'lim, kirlarni ham yuvamiz hozir mana. Lekin ham yuboring dada, haqqingiz otib ketmaydi. Qani meni o'g'lim. Menga olib kelinglar. Yo'q, ukasiga oldim. Hamma narsam kamgami? Men ko'chadan topmaganmisizlar? O'g'lim, yelkam olib ketdi tushing pastga. Ha, yelkangga ukib qoldimmi? Ketaman Amerikaga. Amerika sizni katta xolangiz uymi? Listen, I have no problems. I mastered a foreign language perfectly. Qayerdan o'rganib oldingiz ingliz tilini? Bog'chamdan o'rganyapman bevafo dada. Andijon shahar ishonch savdo markazi 2-qavatidagi Kiddom chet tillar bog'changizni aytyapsizmi? Ha dada, bizni bog'chamizda faqat ingliz tilini gaplashamiz. Yana-chi, men tan aytishga, gimnastika, karate bilan ham shug'ullanamiz. 3-qavatida oyoqdan mazza qilib o'ynayman. Ukangiz ham sizni bog'changizga beramiz, ha? Yana boshladingizmi dada? Ketdim Amerikaga. Amerika qayerda edi dada? T'écoutes la plaque Paris sans adéquat. Endi nima qilaman? Bilmay qoldim. Hammasi uchun javob beradi. Nima qilib qo'ydingiz o'g'lim? Pardasini yirtib qo'ydim. Uydagilarga nima deyman? Ishdan ham haydaldi. Hamma narsani ilojini topamiz, iloji bor. Uydagilarga ham tushuntiramiz. Ishingizga ham qaytaramiz. Baribir boshimga balo bo'libsiz-da. Men ham nima qilay? Ata qilibmanmi? Uyimizga deb qildim. Nimadan boshlandi o'zi sayoq yurishingiz? Ishxonasiga bordim dada. Bir ko'rishda yuragim jazzatdi. Hamma gap o'zingizda ekan-u, jipillab olib. Ha, o'g'lim, buni nimasiga yuragingiz jizzilladi? Qanday jizillamay bo'ladi? Zarin partalariga dada. Meni yana ahmoq qilyapsizmi? Asaka Sharxonstayki orqasidagi zarin pardalarni yirtdingiz xolosmi? Men qaychida aytdim. Assalomu alaykum, kelinglar, nima xizmat aka? Iltimos aka, odamdan yaxshilik qoladi. Shu qizni ishxonangizga vabshe yaqinlashtirmang. T'écoutes la plaque Paris sans adéquat.